Аңлаватқаныңыз доктор Павел Kalanitti qalamidagi "Nəfəs ھاۋاغا ئايلانغاندا" nomli kitob. Bu kitobni Bilgecan tarjima gruppasidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. نەپەس ھاۋاغا ئايلانغاندا. خاتىمە. Lucy Kalanitti. Bir saatdan keyin Pavlga taqalgan maska va ko'zitish apparatlarini elib etdik. Morfin uning tomirlarida eqivatadi. Uning nafsi ig'ir, ammo bir xil ritmda edi. U qarama-qara rahatlanayotgandek qiladi. Shundaqdimi, uningdan ko'proq morfinga ehtiyojliq yoki emasligini so'radim. U beshini lang'ishtida ko'zini yumdi. Apsi Pavlning yenida edi. Dadisi uning beshini mehribonlik bilan silab turadi. Keyin u hushidan ketdi. Keyingi 9 soatdan ko'proq vaqtda Pavlning uydagilari, ya'ni uning ota-onasi, aka-ukalari, qizi va men Pavlning beshida uningga qarab turardik. U ko'zlari yumilgan, nafaslari qiyinlashgan holda hushsiz yotadi. Uning uzun barmoqlarini ching siqatdim. Pavlning ota-onasi Keydini uning qo'yniga sap qo'ydi. Balkim mushu orqali Pavlga muhabbatni yana bir qitim his qildirmoqchi bo'lgandi. Kasalxona muhabbatga liq to'lib, menga Pavl bilan birga o'tkazgan nurg'un bayramlar va hatto oxirlardagi go'zal kunlarni eslatdi. Men uning chochlarini tuzashtirgach, uni erkalatma ismi bilan, ya'ni siz bir qaysar paladin deb pichirildim. Andan uning quloqiga biz bir necha oy ilgari birga ijod qilgan naqshini g'ingshib turib o'qidim. Bu naqshning asosliq mazmuni bo'lsa, meni suyguningga rahmat degandan iborat edi. Uning yaqin davr tuqqani va tag'isiga ulashibla biz yoqtiradigan pastir yetib keldi. Uydagilar muhabbatlik ushaq hikoyalar va oila sirg'ati va maxfiy chaqchaqlarni yoqtiribdi. Andan biz navbatlashib, Pavl bilan oxirgi qitim qayg'uli holda vidolashdik va Pavlning shundaqla bir-birimizning yuziga ma'nilik beqishdik. Chunki bu eng oxirgi qitim birga o'tkazadigan azobliq va qimmatli minutlar edi. G'arbiy shimolga qaragan kasalxona derazasidan kechki shafaqning illiq nurlari sexiylik bilan chechilib, kasalxonani boshqacha yoritishga boshlaganida Pavlning nafsi pasayib qoldi. Keydi uxlaydigan vaqti kelgachga mushtlarini tugib, ko'zlarini o'g'lavatadi. Do'stimiz uni uyga olib ketish uchun kelgan edi. Men Keydini ko'tarib, Pavlning yoniga olib keldim. Pavlning chiroyida xotirjamlik, Keydining chiroyida bo'lsa, hayronlik aks etadi. U bu vaqtning mangulik ayrilish bo'lib qolganini xiyoliga keltirmaydi albatta. Men yenik qilib Keydining allay naqsini aytdim. Amaliyotda men buni har ikkilisiga aytib berib Andan men Keydini do'stimga sundum. Uy kech qarong'uliqqa qilgan bo'lish oldida turganida kasalxonaning g'uva chirog'i yorib, qarong'uliqni qo'g'ladi va uyni illatdi. Bu chaqda Pavlning nafsi ojizlab, ritmsizlashib ketyotdi. Uning badani hali ham aram holatida, put-qo'llari erkin sunilgan edi. Soat 9 bo'lay deganda uning ko'zlari yumilib, og'zi ichildi. U cho'nqur birni tindida Pavlning oxirgi nafsi ھاۋاغا aylandi. Nəfəs ھاۋاغا aylanğandaның to'liq oyoqlashmasligiga Pavlning kasalining tez suratda ig'irlashib ketishi sabab bo'ldi. Biroq kitobning oxirlashmaganligi uning chilliqining muhim bir tarafi hamda Pavlning reallikqa yuzlanganligining ifodasi. Hayotining oxirgi yilida Pavl harmay talmay nishonlarini kuch-quvvatga aylantirib, soatning chikildashlarini o'ziga harakatlantirgich kuch qilib bu kitobni yozib chiqqan edi. U bu kitobini nervi tashqi kasalligi bosh praktikant doktor bo'lib ishlayotgandala kechilik ilhomlari bilan boshlagan. U meni uxlatib qo'yib, astag'ina kompyuterni qo'liga oladi. Keyincha u tushdan keyinlari yo'lanchilik o'rindiqida o'ltirib yozdi. Ba'zida o'sma kasallar bo'limining uchratxonasida saqlag'ach biror ikki paragraf yozib olsa, ba'zida vena tomiridan ximiyalik davolash o'qillari tushayotganida muharrir bilan telefonlashadi. U nagili bo'lmasin, o'zining kumush rangli xotira kompyuterini olib oladi. Ximiyalik davolash sababidan uning barmoqlari yerilib, og'rib ketganida biz kumush yalatilgan 4 barmoqni biroqli kiydigan bir palay tepib kelib, uningga kuydirib qo'ydik. Bundaq bo'lganda, u alayda maus va xat urish taxtasini ishlatib, yezishni davomlashtira oladi. Kasal azobini yenikiltish doktorlari bilan ko'rishishlarimizda rak kasalining yomonlashishi olib keladigan azoblik madarsizlikdan bekrak, uning yeziqchilikni davomlashtirishga ketadigan zehnni saqlab qolish strategiyalarini tuzish markaziy nuqta edi.
Chunki u yezishini davomlashtirishga bel bog'lagan edi. Bu kitob kishiga bir xil vaqt bilan musobaqalashadigan jiddiylik va muhimlik tuyg'usi berdi. Pavel bir doktor va bemor bo'lish sifati bilan o'limga ishkirlab kirib uning bilan chelishdi va o'lim oldida tik turdi. U kishilarning o'limni tushunish va o'z o'limiga yuzlanishiga yordam qilishni orzu qiladi. Birovning yeshi 40 bo'lmayli o'lib ketishi ko'p yuz bermaydi. Ammo kishilarning ruhining o'lishi undaq emas. O'pkiraki uncha oz uchraydigan kasalma emas, deb yozganida Pavel Dostrobinga yozgan xatida. Kishilar faqat buning bir tragediya ekanligini o'ylab yetalaydi. O'qirmanlar o'zini shu bemorlarning o'rniga qo'yib baqsa, ozroq ichib kirib baqsa bo'ladi. Andin, demak, raq bo'lib qolsak, ishlar mushtaq bo'ladi ekanda, hamon bir kuni men mush ishlarni bosh kechiraman deyish mumkin. Bu dal mening ko'zliginim. Bu o'limni ziyoda ta'sirli bayon qilish emas, yoki kishilarni hayotdan bexudlarcha huzurlanishga qilingan chaqiriqma emas. Faqat rak kasali bemorlarni nimalarning kutib turganligini yo'rtib berishni maqsad qildim. Albatta, uning yozg'ini faqat yuzaki tasviriy bayonlarla emas. U cheklimilikdan botirlarcha atlab o'tdi. Pavelning o'limga tikilib qarash qarori o'limdan o'zimizni qochiradigan, madaniyatimiz ancha e'tibor bermaydigan kasalga qarshi jasoratning yuksak namoyandasi bo'lib qoldi. Uning qudrati g'ayrat va tirishchanlikning mahsuli edi. Yana chuchumalning aksi bo'lgan yumshoqlik uningga kuch qo'shgan edi. U hayotining ko'p qismini ma'nili bir hayotni yashash uchun qanday qilish kerakligi ustida ilishib o'tkazdi. Uning kitobi bu haqdagi muhim taraflarning hammani bir qur qidirib chiqdi. Oldin ko'rguchi bishorat berguchidir deb yozganida Emerson. Qandaqla bo'lmasin, Pavelning arzusi ro'yobga chiqdi. Qandaqla bo'lmasin, Pavel kitobni iftixorlik bilan yozib e'lon qildi. Mazkur kitobni yozish bu jasur oldin ko'rguchining haqiqiy bir bishoratchi bo'lishiga va bizga o'limga g'urur bilan yuzlanishni o'rgatib qo'yishga fursat yaratib bergan edi. Agar bu kitob e'lon qilinmagan bo'lsa, ko'pincha tuqqanlarimiz va do'stlarimiz Pavel praktikant doktorlikni tamomlash oldida ayollik turmushimizda yuz bergan bir qism masalalardan xabarsiz qolgan bo'ladi. Ammo men Pavelning bu ishlarni yozganligidan xursandman. Bular haqiqatlarimizning bir qismi. Munosabatimizga qayta aniqlama berish, bir mezgillik tirkishish va qayta erishish shundaqla Pavel ikkimizning hayotimizning ma'nosi edi. Pavelning rak diagnozi go'yo yangi bir hayot sahifamizning boshlanishi ediki, bu ish orqali biz ayollik munosabatimizning eng yumshoq va kishi qalbini eritadigan go'zal bosqichiga qaytadan qadam qo'ydik. Biz jismoniy va hissiy mavjudligimiz uchun bir-birimizga mahkam yopishib oldik. Pak muhabbatimiz eng safa holatini oshkor qildi. Biz yaqin do'stlarimizga ayollik turmushni qutqizib qilishning mahbiti bo'lsa, bir taraf jon olg'uch kasalga giribtor bo'lish deb chaqchaqalatdik. Aksicha, jon olg'uch kasaldan g'olib kelishning bir muhim usuli bo'lsa, muhabbat qaynimiga g'arq bo'lish, azarchan, oq ko'ngil, sexiy, minnatdor bo'lishni bilishdir. Uningga diagnoz qo'yilib bir necha oydan keyin biz malay naqsini aytgan edik. Biz birlikda iniqsizlik va azobga yuzlangan shu minutlarda naqshning ma'nosi yuragimizning beg'ishiga tekkan edi. O'lisharman xushallik va azoblaringni, tang ko'rarman adoqqicha qismatlaringni. Pavelga diagnoz qo'yilibla u mendan qayta to'y qilishimni o'tindi. Bu ish uning kasal tartish jarayonida boshdan oxir mening kelgusimni kafolatiga ega qilish uchun kuchashlarining tipik misoli edi. U butun kuchi bilan menga eng yaxshi imkoniyatlarni qoldirishga tirishdi. Mayli iqtisod, mayli kasb va mayli ona bo'lishda bo'lsin, u meni o'ylaydi. Men uning buguni va eshib qolgan kunlarining qanday qilib eng yaxshi o'tishiga butun vujudim bilan yordam qildim. Uning kundalik kasallik alomatlari va davolanishning har bir tafsilotiga ko'z quloq bo'ldim. Uning orzularini qo'lladim va qorong'u kechalarda bahramon yotoq uyimizda quloqimga pichirlangan vahimalarni anglab, uning tashvishlariga guvoh bo'ldim. E'tirof qildim, qabul qildim va uningga madad berdim. Aniqki, bu hayotimda o'tgan eng muhim doktorlik vazifam bo'lib qoldi. Biz go'yo dars vaqtida qo'l tutishib o'tiradigan aylanmas bir juftlardan bo'lmish meditsina o'quvchilari vaqtimizdagidek hali ham chambarchas bog'lanib ketgan oshiq mashhurlardan bo'ldik. Biz Pavelning ximiyalik davolashlari oyoqlashganda sirtqa chiqib aylangach, uning yanchuqiga qo'llarimizni sevoladigan bo'ldik. Chunki Pavel havo issigan vaqtlardami qishliq paltosi va shlapsini kiyib oladi. Uning ko'ngliga o'zining mangu yolg'iz qolmaydiganligi va behuda azob tortmaydiganligi aniq edi. Biz Pavelning oilasidagilardan ruhiy kuch oldik. Biz kasalning dardini tortayotganda ular bizga madad beradi. Shundaqla qizimizga qarab beradi. Garchi o'g'lining kasali ularning yuragini laqtiqan qilsa-mu, ular yanada bizga tasalli va xotirjamlik tuyg'usi beradigan ruhiy to'rikimiz edi.
Ular bizga yaqin yerdan uy ijaraga elib, bizni doim yo'qlab turadi. Pavelning dadasi uning putini uvlab qo'yadi. Anisi kokonat qiyamliq Hindiston pushkari pishirib beradi. Pavel aka-inlari Jivan va Suman bilan sapada o'ltirib zaytun top musobaqasining qonuniyatlarini tahlil qilishadi. Pavelning bel og'riqini yengillatish uchun putiga yostiq yo'lab bergan edik. Jivanning ayoli Emily bilan ikkimiz Kaydi va uning nevra akalari Eve va Jamesni uxlatqach, ularning paranglariga quloq solib kulishib o'tirishadi. Shundaq kunlarda tushdan keyinlari bizning mehmonxona uy xuddi bir tinch kichik kentga o'xshab qoladi. Ba'zida Pavel yiziqchilik ustilida Kaydining quchog'iga elib, Robert Frost, T.C. Eliot va Wittgensteinning asarlarini unlik o'qib beradi. Albatta, men bunda qimmatli daqiqalarni suratga tortib ulgurdim. Navoda nafslik, go'zallik, baxtni o'ziga mujassamlagan shundoq bir go'zal daqiqalar bor deyilsa, balkim mushu daqiqalar bo'lsa kerak. Biz haqiqatan baxtli edik. Biz oilamiz bo'lganligi uchun, jamoatimiz bo'lganligi uchun, erishgan har bir fursatlarimiz uchun, qizimiz bo'lganligi uchun, shundaqla o'zaro ishonch va mehrga muhtoj minutlarda birga tura olganligimiz uchun o'zimizni baxtli sezatdik. Gerçi oxirgi yillari azob va qiyinchilik to'lgan bo'lsa-mu, hatto ba'zida hayot chidog'siz bilinsa-mu, ammo u chaqlar yanada hayotimning unutilg'isiz go'zal bir qismi edi. Hayot Mamat xushallik qayg'uning tarozisini tangshab, ularning orasida minnatdorlik va muhabbatning cho'nqur qatlamlariga cho'katdik. U o'zining g'ayrati, shundaqla urug' tuqqan do'st yaranlarning madadi bilan kasalga yuzlangan edi. U qandaqdir rakni yengiman degan qarg'ularcha umid bilan emas, balki barbod bo'lgan kelgusi orzulari haqidagi ichki azob tuyg'ulari bilan yangicha nishon tiklash bilan yuzlangan edi. Diagnoz qog'ozini qo'lga olgan kuni u yig'lagan edi. Tozliq uyidagi aynakda umrimning oxirigacha har bir kunni siz bilan o'tkazgim bor degan xatni ko'rganda u yig'lagan edi. Operatsiya bo'limidagi oxirgi kunda u yig'lagan edi. U o'z kasaliga nozik insonlik tabiati bilan yuzlanadi va shu orqali rohatga chiqib qoladi. Ammo rakning oxirgi bosqichidami Pavel hayotiy kuchga to'lgan edi. Jismi yiqilgan bo'lsa-mu, umidvor, jo'shqin edi. Bu shifo tepish umidi bo'lmasdan, balki aniq nishonga ega, ma'nilik o'tayotgan kunlaridan chaqnagan umid edi. Pavel bu kitob orqali bizga kuchlik ham o'zgacha bir sadoni yetkazib Shundaqdimi bir yerlardan yolg'izlik, chorsizlikning iznasini his qilib bo'ladi. Bu hikoyaga yandishib, uni o'rab turayotgani muhabbat, illohlik, ozodlik, mayliga qo'yib etish edi. Biz har birimiz o'xshamagan makonda, zamonda har xil o'zlik salohiyatida yashaymiz. U bir doktor, o'z navbatida ham bir bemor. U mushu ikki xil salohiyat yashagan edi. Uningdan sirt uning so'zlari aniq holda ko'p vaqt qolmagan bir harmas chanchining samasini ko'z oldimizda namoyon qiladi. Bu kitob uning yumoristik, orom baxish, yiqimli xarakterini, do'stlik va oila haqidagi qimmat qarashlarini to'liq yo'ritib beramagan bo'lsa-mu, qandoqli bo'lmasin, bu uning yozgan kitobi. Bu uning shu chaqlardagi qalb sadosi. Bu uning bizga aytmoqchi bo'lganlari. Bu uning yezim kerak deganlarni yezib bitib qo'yganlari edi. Men amaliyotda meni tunji muhabbat qaynimiga g'arq qilgan zabardast jalbkor Paveldan ko'ra hayotining oxirgi yilidagi tortimliq, butun vujudi bilan o'z ishiga kirishgan Pavelni bakrak sig'inatdim. U ojizlab ketgan, ammo jonsiz emas. Bu kitobni dal mushu Pavel yozgan edi. Pavel bu kitobidan faxrlanadi. Bu uning adabiy qiziqishining yuqori pallasi edi. U bir qitim she'rlar muqaddas kitoblarda huzurliq ekan degan edi. Bu kitob uning o'z kechmishlarini, hayot mamat o'tirisidagi qoyil qilish kuchi zo'r haqiqat turdanlarga mohirlik bilan aylantira olganligini isbotlab turadi. 2013 yil mayda u yaqin do'stiga xat yozib, yaxshi yeri men Brantis, Kitis, Stephen Crane'dan uzun yashadim. Yomon yeri men texichi hech nima yozib baxmadim degan edi. Shundan keyin uning hayot safari o'zgarishlarga to'lgan edi. Ya'ni qizg'in talant egasidan bemorga, erdan dadaga, albatta oxirida bu olamdan u olamga. Bularning hammasi bizni kutib turgan edi. Men uning umrlik hamrohi bo'lganimdan faxrlanaman. U kitobni yozayotgandimi, shunday faxrlanatdim. Kitob uning umid bilan yashashiga turtki bo'ladi. Shundaqla umrining oxirgi damlaridami nafis, mohir til talanti bilan fasohatli qurlarni yozib chiqishiga sabab bo'lgan edi. Pavel Santa Cruz deg'aning bag'ridagi qabristonliqqa dafn qilindi. Tinch okeanga qarab turgan bu qirg'oq sohil saylasi, dengiz mahsulotlari ziyofati, tug'ilgan kuni, koktel haraq ziyofati qatorliq aslimlarni eslatadi.
Uning vafotidan 2 oy ilgari yanvarning issiq hafta oxirining birida biz dengiz sohilida Keydining buduruq putlarini dengiz suyiga chilab o'tirgan edik. U ko'z yumganda uning taqdiri bilan ishi qolmaydi. Shunga dafni ishlarini bizning qarorimizga qoldirgan edi. Menimcha biz to'g'ri joyni tanlagan edik. Uning qabrisi g'arbga, ya'ni Yeshil tog' ustidan Tinch okeanga qarab turadi. Qabrisini yova o'tchib va turli qarag'aylar, yalman quloq turidagi o'simliklar o'rab turadi. O'ltirib quloq solsangiz, shamolning ovozini, qushqashlarning vichirlashlarini, tiyillarning sho'xliq bilan yugurishganda chiqargan ovozlarni anglay olasiz. Bu uning arzusidek joy bo'lib, qabrisi surhayvat qad ko'tarib turadi. U buningga haqliq, biz hammamiz haqliq edik. Momamdan shundoq anglag'anim esimda. Yashaydi ekanmiz, bilib bilmay cho'ng bo'lib qoldi ekanmiz. Ko'z yetkisiz tog'ning cho'qqisiga chiqadi ekanmiz. Cho'qqilarga salkin shamol, bahayvat manzara hamroh ekan. Qabristonlikning havo rayi pek o'zgarishdan bo'lg'achqa, havo hamisha bundoq yaxshi bo'lavermaydi. Pavelning qabrisi tog'ning shamollik tarafida bo'lg'achqa, ba'zida pishg'irim issiq, ba'zida quyuq tuman, yana ba'zida jondan o'tadigan sovuqda yomg'irda qolatdim. Timtasliq ham bearamchilik to'lgan bu qabristonlik tabiiy va jimjit edi. Xuddi o'limga o'xshash, xuddi azobga o'xshash. Qandaqla bo'lmasin, yanada go'zallik tepchib turadi. Menimcha shundoq bo'lgani yaxshi, ham shundoq bo'lishi kerak. Har doim uni yo'qlab bag'inimda kichik butilkaliq madrin haraq ilib olatdim. Bu biz Shernay mezgilida ichishgan haraq edi. Men Pavel uchun o'tchuplarga to'kib qo'yatdim. Pavelning ota-onasi qarindoshlari bilan birga kelganimda o'tchuplarni xuddi Pavelning chichida his qilib siylag'ach gaplashatdim. Keydini uxlashdan olib kelatdik. U adiyalda ko'kdagi bulutlarga qarab yotadi yoki yenidagi gullarga qo'lni sunatdi. Pavelning dafn murosimining oldingi kuni kechda qarindoshlarimiz va Pavelning ko'ni yaqin do'stlaridan 20 jam bo'lib uning qabrisiga borgan edik. To'kilgan viskidan o'tchuplarni zaharlavatdik bo'g'ay. Men har qitim qabrga ko'rkim guli, gul samsaq va chinugullarni qo'yib qaytgandan keyin qayta borganimda bug'ularning gulini yevilib, shexini qoldirib qo'yganligini bayqaytdim. Hayvonlarning yemi bo'lish gulning boshqa roliga o'xshashlar yaxshi rolning biri bo'lsa kerak. Pavelmi shundoq o'ylasa kerak. Qurtlar mo'ldirlab zeminni yumishtirdi. Tabiatning qonuniyatlari o'z yo'lida davom qildi. Va menga Pavel ayni chog'da ko'raligan, hozir men cho'nqur his qiladigan haqiqatlarni aslatib turdi. Hayot qazodan mustasno emas. Shundaqdimi biz yashash uchun o'rinimiz va hayotda ma'no izlashga tirishimiz. Balki o'rinishlarimiz dal mush sababdandir. Pavelning qismati azobliq, ammo uning hayoti tragediya emas. Paveldan ayrilib qolish meni mansizlik va azoblarga boshlaydi deb o'ylaydim. Biri ketgandan keyinmi uni hayot vaqtidagidek yaxshi ko'rib o'tish, shunchalik azob ichidimi, bu azobning ig'irligida tenimni talay qitim titrak besib, ko'zlarim yoshga to'lgandimi, yana shu azob qo'ynadimi davomli muhabbatni, minnatdorlikni his qilib turg'ili bo'lganligini o'ylab baxmagan ekanman. U har minut, har sekund asiyadimda. Hali ham o'zimni ikkimizning hayotida yashayotgandek his qilaman. Suygunidan ayrilish muhabbatli turmushning oyoqlashishi emas, deb yozadi C.S. Lewis. Faqat Shernayga o'xshash muhabbatning normal bir qismi xolos. Bizning bu jarayonda izlaydiganimiz o'z muhabbatimiz va aqidamizda mahkam qilishdir. Qizimni tarbiyalash, oila munosabatlarimni beyitish, kitobni nashr qilish, ma'nili ishlarni qilish, Pavelning qabrisini yo'qlash, uni qadr-hurmatida aslash, uning bo'lgan suygimda qilish. Mening uning bo'lgan muhabbatim o'ylab baxmagan tariqada davomlashib ketyapti. Har qitim men Pavel doktorlik qilgan, shundaqla bemor bo'lib yetib uzigan shu doktorxonani ko'rganimda, agar u hayot bo'lsa, nervi kasalliklari doktori va nerv mutaxassis sifatida zo'r tuhfalarni qo'shalagan bo'ladi deb o'ylab ketaman. U sansizlagan bemorlar va ularning oilasidagilarga hayotining eng xatarli paytida yordam qilgan bo'ladi. U davomli yaxshi bir inson va cho'nqur tafakkur egasi bo'lib yashagan bo'ladi. U yo'q bo'lg'achqa, bu kitob uning boshqalarga davomli yordam qilishining vositasi bo'lib qoldi. Bundoq tuhfa qo'shish faqat uning qo'lidan keladi. Buninglar bilan uning o'limi osonlashib, bizning yo'qotadiganimiz ozlab qolmaydi. U tirish jarayonida his qilganlarini kitobning 115-betida mundaq yozadi. Biz mangu mukammal bo'lolmaymiz, ammo biz to'xtamay jonni tikib kurash qilish natijasida mukammallik cheksiz yaqinlashgan bir nuqtaga yetalaydiganimizga ishonsak, tamoman bo'ldi. Bu bir intayin qiyin, jafoliq jarayon, ammo u azaldan bo'shishib qolgan emas.
Uningga ato qilingan hayot mana bu edi. Nəpəs ھاۋاغا ئايلانغاندا qandaq tamamlanğan bolsa, uning hayotimi ana shundaq tamamlandi. Pavel tugab ketib 2 kundan keyin men qizim Kediga atab bir kundalik xotira yozdim. Birisi vafot bo'lganida kishilar ko'pincha uning orqasidan ajoyib yaxshi gaplarni qilishga odatlangan. Ammo bilishingiz kerakki, hozir kishilar dadingiz to'g'riliq deyotgan barliq esil ta'riflashlarning hammasi rost. U rostilla kishilar aytgandek shu qadar yaxshi va ajoyib qaysar dada edi. Uning arzulari haqida o'ylanganimda, men davomliq tavob qilg'uvchilarning ilgirilishi nomli she'rdagi muno misralarni o'ylab qolaman. Kim ko'rishga jur'at qila olsa, uni yuqori o'rlatgin. Arzulari uchib ketadi. Boshqalarning nima deyishi bilan ishi bo'lmaydi. U kecha-kunduz tirishib ishlaydi. Tavob qilg'uvchi bo'lish uchun. Pavelning o'lim oldidagi mardonligidan, uning hayotining oxirgi mezgillarida qandoq bir odam ekanligi, hatto uning butun hayotida izchil qandoq bir odam bo'lib yashaganligi mana men deb chiqib turadi. Hayotining ko'p qismida u o'lim to'g'risida o'ylangan edi. U o'limga g'urur bilan haqiqiy yuzlanaldimi yo'qmi? Oxirgi javobi shundaq. Men uning ayoli ham guvohchisi. Beg'ishlama. Bu kitob Kediga beg'ishlandi. Teşekkürname. Pavelning vakolatchisi William Morris va Dorian Karchmarga rahmat aytaman. Ularning kuchli qo'llash natijasida Pavel mushundaq bir yetuk asarni yozishga bel bog'lay oldi. Men yana Pavelning Random House'dagi muharriri Andy Wardga rahmat aytaman. Uning irodasi, parasti va muharrir sohasidagi talanti Pavelni uning bilan hamkorlashishga, yumoristik xarakteri va qizg'inligi uning bilan do'st bo'lishga undidi. Pavel oilasidagilarga o'zining vasiyati o'lgandan keyin bu kitobni nashr qilish keligini deganda, men uningga va'da bergan edim. Chunki ikkalamiz Dorian bilan Andyga ishnatdik. O chaqlarda bu kitobning dastlabki nusxasi faqat kompyuterdagi bir ochiq hujjat edi. Bularning talanti va tuhfasi orqali bu yoziqlar hozir dunyoga tunilib, qizimiz Kedining kelgusida mushu orqali dadasini tushunib olishiga yordamda bo'lmoqda. Men yana Pavel o'qisa cho'qim cho'chib ketgidek kiri so'zini yozgan Abraham Vergisga rahmat aytaman. Shuning bilan birga eng tushkun mezgilimda menga hamroh bo'lgan, yoziqchilik ustida xuddi Paveldek tushuncha berib, xotimi yozishim uchun yetakchi bo'lgan Amni Rapga tashakkur bildiraman. Ailemizga yordam bergan hammanglarga ham barliq o'qirmanlarga rahmat. Oxirida barliq qo'llag'uvchilarga, doktorlar va olimlarning o'pkirak tadqiqotini keng ommaga tunutish ham uni saqaytqili bo'ladigan kasalga aylantirishi uchun to'kayotgan qon teriga minnatdorligimni bildiraman.